Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz Farg'ona shaharga bo'ldi. 52 metrli gigantni olib kelib ishlatib berdik. Oldin akamiz pravotopleniya qilgan ekanlar, lekin yaxshi isitmayotganligi uchun bizga murojaat qilib, mana shu 2 metrligini olib keling, ishlatib ko'raylik degandilar. Olib kelib mana ishlatib berdik. Aka, ko'nglingizagidami? Ko'ring-chi ishlashlarini. Isitishlari qalay? Ishlatishlari yaxshi. Yaxshi ishlayapti, ko'ngilli. O'sha internetda ko'rganingizcha bor ekanmi? Yolg'on yoshiq yo'q ekanmi aka? Yo'q, yaxshi ekan, yaxshi. Ana aytilgandek olib kelib ishlatib berdik bir kunda. Albatta aytdim. O'sha kech bo'lsa ham olib kelib ishlatib berdik mana. Rahmat, yaxshi. Qizitishi yaxshi. Ishlashlari yaxshi. Ana shunday katta oshxonalarga olib kelib ishlatib berdik. Juda ham chiroyli holatda qilib qo'ygan ekanlar. Juda ham keng ekan, to'g'risini aytganda bir to'yxonaga o'xshar ekan, katta ekan. 5 metrga 7 metr bor, 8 metr. 4,5 ga 8 metr. 4,5 ga 8 metr ekan. Shunday katta xonaga 2 metrligini olib kelib berdik. Xudo xolasa cho'tki holatda isitib beradi. Bu 2 metrligimiz 8 ga 4, 10 ga 4 bo'lgan xonalarda bemalol isita oladi. Xudo xolasa ekrandagi telefon nomerlariga aloqaga chiqasizlar. Yaxshi niyatda bir donadan like bosib qo'yinglar. O'zbekistonda barcha hududlariga dastlabki xizmatlarimiz bor. Vodiyda bir kunda, Vohid tomonga 3 kun ish kunida xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz sizlarga ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidanmiz. Shahan qishlog'i.